kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringdek bugungi obzorimizda Zubr 1105 mini traktorlarimizni yangi vipiskasini hozir narxlari, obzorlari bilan to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Narxlarini skidkaga tushirib qo'yganmiz. Bunaqa narxni boshqa do'kondan topolmaysizlar akalar. Javob beramiz. Xohlagan do'konlaringni ko'rib, murojaat qilaverasizlar akalar, bemalol. Ma'lumotini, qisqacha ma'lumotini aytib o'tib ketamiz. Xo'sh, traktorlarimiz oldingi eski vipiska 1105larimiz bilan deyarli bir xil. O'sha 5 ta farqi bor. 5 ta farqini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bularda yangilangan inshoratchaklari ikkita bo'lgan. Oldingisida bittalik edi, bunisida ikkita bo'lgan. Keyin gaz pedallari o'zgargan akalar. 3 ta datchik qo'yib ketilgan. Xo'sh, yana yangilanishga keladigan bo'lsak, qo'shimcha signallari, svetlari, dinamlari qo'yib ketilgan akalar. Mana shu yangiligi akalar. Xo'sh, qolgan joylari, balonlari, motor, korobkalari, boshqa joylari hammasi bir xil akalar. Xo'sh, balonlari, palosi ham oldingilarga qaraganda ozroq, uzunroq, legirovka bo'ladi akalar bular ham. Balon razmerlari lekin eski vipiska bilan deyarli bir xil. Bularni ham komplektiga 120 lik frezalari, ключнабор, прицепнойлari qo'shib beriladi, lekin biz skidka narxlarda akalar 25 million 500 ming so'mga akalar mana shu yangilangan 1105larimizni 2 korpusli pluglari bilan bemalol xarid qilaverasizlar akalar. Do'konimizda 2 dona bor, skidka narxlarda turibdi. Bemalol ulgurib qolinglar akalar. Manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan. Mana shu Tergal yo'lida. Video tagiga raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring, lakatsalar, to'liq ma'lumot, obzorlar tashlab beriladi akalar. Xo'sh, traktorlarimizning rasxodlari soatiga 1 litr rasxod qiladi. Radiatorlariga suv, antifriz quyib bemalol ishlataverasizlar. Xo'sh, faqat orqa balonlari tortadi bu traktorimizni. Bilmaganlar uchun aytib o'tib ketamiz. Xo'sh, rollari ham mexanika holatda bo'ladi, lekin juda yengil, bemalol burib ishlataverasizlar. Skorslari ham oldiga 3 talik, orqaga bittalik skorslari mavjud. Quyon toshbaqa tezliklari qo'yib ketilgan. Sidinalarni ham o'zingizga moslab, qulay qilib ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Xullas, do'konimizda har xil turdagi remenli, kardali traktorlar mavjud akalar. 18 ot kuchida 50 ot kuchigacha bo'lgan traktorlarni hamyonbop optim narxlarda topishlaring mumkin akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Video tagiga raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring to'liqroq ma'lumot beriladi. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bosib qo'yasizlar.